Assalomu alaykum azizlar barchaga. Istanbulning markazlaridan bo'lgan Nishontashdamiz hozir. Azizlar, Istanbulda bunaqa proyekt topish juda ham qiyin, chunki pastda hamma kvartiralarda o'zining shaxsiy basseynlari mavjud. Xo'p, projemiz Zelyoniy zona, shuncha ham ko'ru deb aytiladi bu yerga. Zelyoniy zonalarga bilasizlar, ko'ru deyishadi bu yerda. Xo'p, qisqacha tushuntirib o'taman. 6 ta blokdan iborat. Bloklarimizning kirishlari keling bunday ko'rsatib o'raylik. Bloklarimiz kirishlari otel shaklida, shu kiraslar bu taraflardan shu yo'l o'tgan 9 etajdan iborat. Bu blokimizda 1+ dan 6+ gacha kvartiralarimiz bor, dubleks kvartiralarimiz bor. Bu yer ham xuddi shu shaklda. Bu blokimiz ham xuddi shu shaklda. Ko'rib turganingizda mana har bir balkonlarda basseyn bor. Shu tarafdan tushirib turgan vaqt tushuntirib o'tay. Mana bu yerda mana fitness salon, basseyn, pilates salonlari, massaj hammasi tekin, besplatniy. Shu yerda yashaydiganlar uchun massajingni xohlagan paytda olaverasizlar. Bu blokimiz ham xuddi shu shaklda 1+ dan 6+ gacha kvartiralar mavjud. Mana bu blokimizda azizlar 1+ dan 2+ gacha kvartiralar mavjud. Xo'p, biznes markazi ham bor bu yerda. Bu tarafdan keling, biznes markazini ham tushuntirib o'raylik. Bu yerda kichikroq maketi bo'lgani uchun kechirasizlar, mana bu kattaroq maketda ko'rsatmoqchiman. Bu yerni azizlar olasizlar, faqat bir kishiga beriladi. O'zinglarning biznesinglarni yoki klinika bo'ladimi, biznes sentr bo'ladimi olib ishlatasizlar. Kelishilgan holatda sotuvda olib arendaga bersanglar ham chiroyli narxda arendaga bersa bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Shu yerni aytmoqchiman. 60 ming metr kvadrat Zelyoniy zonasi bor, отдельный. Shu yerda yashaydigan aholi uchun. Keyin yerda bolalar maydonchasi, keyin ertalab mana hali videolarda qo'yib boraman, yugurish zonalari, basseynlari, вообще bu tushuntirib bo'lmaydi. Buni videolarini men sizlarga tashlayman, o'zinglar ko'rasizlar. Shu podrobniy kimga qiziq bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqsanglar, zo'r narxlarda gaplashib beramiz. Shoshilib qolasizlar, 10 tagana kvartira qolgan.